Davamlaştırmaz leksiyalarımız hürmetli vatandaş. Bugün çislak 2021 yıl 8. ayının 8. günü. Haftaki yakşembe. Endiki mavzu ama yukarı leksiyanın devamı. Ne dedi? Jukumluk virüsün menbini izdişiden başka devletler nemişke korkudu, nemişke korkup gitti. Nime demeylik. Jukumluk virüsün menbini hakiki ahvalının kıyapısını aşkarlaş vakti kıstap geldi. Bütün dünyayı intayın zor afet tergan jukumluk virüs belki hazırgısı yana devamlı afet teravatıdır. Endi bu jukumluk virüsün tarqalish menbini izlab topadigan vaqt keldi. Undaq bo'lmaydi ekan, shuncha odam vafot bo'ldi va buningdan paydo bo'lgan ikkilamchi ofat, ya'ni jukumluk virus tufayli gumron bo'lgan zavodlar, ishsiz qolgan ishchilar butun dunyoda, vayron bo'lgan oilalar, ro'y kasal va ro'y azoblarga duchor bo'lgan oilalar, kasallar, uydan chiqolmay solinib qolgan odamlar va hokazo insoniyatga nima balolarni elib kelmadi. Kishilarning hammasi ahvolning haqiqiy qiyofatini izlab topishni o'ylayotdi. Jukumluk virusini yasaganlarni balki jukumluk virusini yasashga rahbarlik qilganlarni izlab tepishni o'ylayotdi. Növbette shundoq deyishga bo'ladiki, Amerika jungo jukumluk virus masalasida 3 xil o'rtaq tanishga keldi. Bu o'rtaq tanishligini jungo o'z oldiga, Amerika o'z oldiga juma ikki davlat birlashib degan ma'noda emas, men jumlani xato ishlatdimmi, abtur yoki men xato tarjima qildim. O'rtaq tanishga keldi. Birinchi inson jukumluk virusni qo'li bilan biriktirib yasab chiqqan. Demek jungo'ning ko'z qarashi shu ekan. Amerika shu ko'z qarashga keldi. Qo'li bilan yasagan virus. Ikkinchi jukumluk virus tajribaxonadan chiqib ketdi. Jungo'ning bosh dedi-ku, aldirab kelib oldiga o'tib oldi dedi-ku, jungo'mi shunday qaror qilibmiz. Amerika ham shunday qaror qildi. Yak shu nuqtaga yetib keldi. Üçüncü, Amerika bu jungo'ning ishi desa, jungo tuhmat chaplab, bu Amerikaning ishi da'vatidir. Biraz darvaqa. Jungo matbuotları Pokistonni Amerika tarafdan tepib olganligini davron qilgan ekan. Undaqda dunyodagi adolatparvar kuchlar bilan birlashib, Amerikadan to'lam to'litib olishi kerak. Demak, jukumluk virus o'tirg'i chiqibdi. Jungo butun dunyodagi adolatparvarlar bilan birlashib, Amerikadan to'lam to'lashga majbur deya olamsan. Yani bu sual mı katta koyuluptu? Çünkü şunda hakikat var mı kolunda? Kaltıs koyulgan sual. Amerika qaysi bir parça zimini төлem üçün kis bersin buluyor da. Eğer yeni olsan, senin rast olsa, çünkü iki taraf şundak tunuş kelgen iken, jukumluk virus adam kolu bilen biriktirip yasalgan iken, bu çıkam kimyelik kural bulup hesaplanıdı. Bu çıkam kimyelik kural bulup hesaplanıdı. Bu uruş hareketi bulup hesaplanıdı. Bu uruş hareketi bulup o'ttirg'i chiqdi. Texmilgiliganda insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazganlik bulup hesaplanıdı. Bütün dünyanın adolatparvar insonlari insoniyatga qarshi olvosdan qilgan etkenlerini o'z mayliga hech qachon qo'yib o'tmaydi. Nishon yaqinlashdi. Endi harakat qilish vaqti keldi. Dünyanın oldiga qo'yilgan ikki yo'l so'zilib turibdi. Yoki to'lam to'lash, yoki urush. Dünyanın aldığı iki yol koyuldu, bu yol açıldı, yoki to'lam to'lash, yoki urush. Çünkü Kompartiyasi yoki to'lam to'laysiz, yoki urush. Tanlab oladigan uchinchi yo'l yo'q. Jukumluk virus bu afet, hakikaten zor afet.
hech kim ko'tarolmaydi. Hech kim ko'tarib elib mangolmaydi. To'lam to'lashga to'g'ri kelsa, butun davlat gumron bo'ladi. Agar o'sha kunda o'shaningga jungo to'lam to'lashga to'g'ri kelsa, butun davlat gumron bo'ladi. Hatto angida bir tal kaltishdan qolmaydi. Yani hatta angida bir tal kaltishdan qolmaydi. Amerika manbani e'lon qiladigan haliqi vaqt yaqinlab kelmoqda. Miltiq dorisi hidi qo'yoqlashmoqda. Maxfiy taglik oshkorlanmoqda. Yuragi qopda kishilarning yurak qipi yerilishga boshladi. Bir o'rindiqni ostimizga qo'yayli-da, to'rt ko'zimiz bilan qarab turayli. Jangjingchim. Jungo nazar torbetida e'lon qilingan xabar.